Yo, WhatsApp neger bolalar, bugungi videoda bizlar shuncha o'yinchi bilan stakanlar vijivaniyasini olib boramiz. Bu yerda 8 ta har xil stakanlar bor va men shuncha o'yinchini barcha stakanlarga bo'lib chiqaman. Bu bizning birinchi stakanimiz. Ko'ramiz, bu yerda o'yinchilar nima qilishar ekan. Vo, bu yerda o'sha o'yinchilar juda ko'payib ketishibdi. Xo'p, hamma yer va daraxt chopish bilan ovora. U o'sha prismarin qayerdandir taxt olib tepaga chiqib ketyapti. Va o'sha hamma tepaga chiqish bilan ovora. Bu o'yinchi, mana bu o'yinchi o'sha oltin topishga ham ulguribdi. Bu nima qilmoqchi cho'chqa bilan? Keyinroq ko'ramiz. Bu yerda o'sha sandiq ham bor ekan. Hali lava bilan buni hech kim olgani yo'q. Bu o'yinchi o'sha cho'chqani tushirib yubormoqchi menimcha. Ana bu yerda ham nimadirlar bo'lyapti. Let's go. Xo'p, hamma nimalar, o'sha prismarin nimalardirlar qo'yapti. Mana bu yerda 3 ta o'yinchi qayergadir ketyapti. Okey, endi ikkinchi stakanga o'tib ko'ramiz. O'yinchilar nima bilan mashg'ul ekan? Bu yerda qanaqadir shaxta bor ekan. Hamma shu yer va shaxta bilan ovora. Bu yerda o'sha o'yinchilar taxtalarni olyapti. Bu yerda what? Okey. Bittasi noto'g'ri joydan qozib qo'yibdi. Bu yerda esa Mario nimadir bularni qozish bilan ovora. Bu yerda ikki kishi o'zi o'talmay o'tiribdi. Ana bu yerda sandiq bor ekan. O'shani olishga kirishibdi bular. Okey. Let's go. Qaysi o'yinchi omad kelmaganda, mana o'sha bu noto'g'ri joydan qozib qo'yib, mana shu o'rnining ichiga tushib qoldi. Hamma tepaga qo'yapti. Ana bu yerda ham boyaki o'yinchilar turibdi. Bular o'sha tepada nimadir qilishmoqchi. Okey, mana bu yerdagilar. Bu stakan ham o'sha rivojlanib bo'ldi. Boshqa stakanga boramiz. Mana bu stakanda nimalar bo'layotgan ekan? Bu yerda bir kishi qamalib qolibdi. Okey, bu bir o'zi rivojlanishga to'g'ri keladi, lekin hali beri hech nima qilgani yo'q-ku bu o'yinchi. Bu nima qilishini ko'rib turish uchun mana shu yerga bitta kamera o'rnatib ketamiz. Endi biz shu yerdan ko'rib turishimiz ham mumkin. Let's go. Mana bu yerda o'sha olovli stakan ham bor ekan. Ko'ramiz, bu yerda 3 kishi qamalib qolibdi. Bular nima bilan mashg'ul bo'lishar ekan? Xo'p, o'sha bittasi dovdirab yonib ketib qoldi. Bu nima qilmoqchi pastga tushib? Mana bu qarab o'tiribdi ikki kishiga. O'sha pastda, pastda nimadir bor ekan. Tushamiz, go. Uchinchisi ham tayyor bo'ldi. Bu yerda qanaqadir portal. Ko'ramiz, bular nima qilishar ekan. Bu yana yonib ketdi. Let's go. Temir yasasa bo'ladi bu bilan. Bittasi yonib o'lib qoldi-yu. Bu nima qilmoqchi? Let's go. Obsidian chiqibdi sandiqlardan. Let's go. Endi bular olovli makonga borishlari mumkin. Okey, boshqa stakanlarda nimalar bo'layotgan ekan? U yerda o'sha 2 kishi bor ekan. Bu yerda nima ishlar bo'lyapti? Xo'p, bu yerda o'sha bitta noob va notish bor ekanlar. Xo'p, okey. Bu yerda nima bor? Bularning omadlari kelishmabdi. Bu yerda o'sha hech nima yo'q. Bro, nimani maslahat berasiz? Bu endi bunda yurmaydi-yu. Bu o'sha noob bo'lsa. Let's go. Maslahat uchun rahmat. Sen noobligingni qilib o'tirganing uchun bu yerda o'lasan. Tushunarlimi? Yo. Let's go bro. Endi siz bu yerda nima qilishni bilmaysiz. Shuning uchun sizga Ender kuz beraman. Okey, endi siz bemalol mana bularni qilishingiz mumkin. Oling. Yo. What? O'zingizda bor ekanmi? Yo, let's go. Stakanli uy ko'ramiz. Bu yerda qanaqa o'yinchilar bor ekan? O'sha bu yerda 3 ta o'yinchi bor. Bittasi Quyon, bu maymun, bu esa Among Us. Ko'ramiz bular nima qilishar ekan? Bu jetal o'zi juda zo'r narsalar berar ekan. Xo'p, bu sandiqda nima bor? Kuz bor ekan. Ko'ramiz bu maymun kuz bilan nima qilar ekan? O'sha bu nimadirni rejalashtirib qo'ydi menimcha. Okey. Xo'p, o'z stakanini sindirib tepaga chiqib oldi. Nima qilmoqchi bu maymun? Yo, let's go. Ozgina nito ketdi. Bu maymun anavi stakanga borishni o'ylab qo'yibdi. U yerda ham qanaqadir o'yinchilar bor. Ko'ramiz. Qani? Okey, tushib ketdi deb o'ylayman. Bu nima qiladi endi? U yergacha yetib bormas ekan ko'z. Yana bir sinab ko'radimi deyman. Yo! Let's go. Iplay olmadi. Bular endi nima qilishadi? 2 kishi qoldi bu stakanda. Okey, bular endi rivojlanishga o'tib ketdi. Bu qanaqasiga tez buzib ketdi bu yerni. Let's go. Endi men anavi stakanga boraman. Hoy, nega? Men kutyapman. Nega sen hali ham like bosganing yo'q? Hozir ko'rayotgan videoingiz sizga yoqqanini bilishim uchun like bosing. Qancha odamga bu videoim yoqibdi? Xo'p, ko'ramiz. Bu yerda o'sha o'yinchilar juda ko'p ekan. Birinchi stakandek bular nima qilishar ekan? Buncha ko'p o'yinchi o'sha resurslar yetmasa ham kerak. O'sha sandiqdan kuz topib olibdi. Mana bu sariq mashak. O'ylanib turibdi, ya'ni bu versak quryapti menimcha. O'sha hamma rivojlanishga kirib ketdi. Bu what? Bitta aqli past qo'shilib qolibdi bularning kurugiga. Xo'p, ko'ramiz bu ham nima qilar ekan? O'zicha nimadirlar qilib yuribdi. Hali bu kerakli ish qilgani yo'q. Hamma o'sha versdak yasab, rivojlanib, zo'r bo'lib ketibdi. Lekin mana bu dangasalidan boshqa ish qilgani yo'q. Bu yerda o'sha kimdir pastga tushib ketdi. Bu tushganda o'sha temir topibdi. Yomon omadli bola ekan, lekin temirni toshlik kirka bilan olib bo'ladi. Bro, seni eslab qolaman. Negerlar jamoasi doim oldinda. Pastga tushib ketaveryapti. O'sha bu yerda etik kiygan mushuk ham bor ekan. Bu bilan jamoadosh. Bu nima?
Kutubxonami? Yo, bular qanaqadir kutubxona topdi. Okey, tushamiz. Meni ham ko'rgim kelyapti. Yo, qanaqadir yashirin joy topdi bular. Let's go. Xo'p, bu yerda nima bor? Yo, kuchaytirgichlar. Let's go. Bular o'sha boyida. Okey, men tepada nima bu ishlar bo'layotganini ko'rishim kerak. Wow, bu o'yinchilar qani? Yo, bular o'ziga baza qurib olmoqchi. Bu mana bu yerda nima bo'lib ketdi? Yo! Xo'p, uning yonidagi stakanda nima gaplar ekan? Bu yerda o'sha kimdirlar bor. Xo'p, ko'ramiz. Bu yerda o'sha ko'p o'yinchi emas ekan. O'sha bu yerda Yasin bilan Frost tushib qolibdi. Bular o'sha birdaniga rivojlanishga kirishib ketibdi. Ya'ni bular pro o'yinchilar, biladi nima qilishni. Xo'p, ko'ramiz bular nima qilishar ekan bu stakanda. O'sha mana bu yerda sandiq ham bor. Yo, bu sandiqda hali hech kim ko'rgani yo'q. Buni ko'rib hammaning og'zi ochilib qolsa kerak. Ikkalasi ham birdaniga virusga yasadi. Okey. Bular juda tez rivojlanyapti. Xo'p, okey, bu oxirgi qolgan daraxtni oldi. Omad Yasin, Frost, sizlarga ishonaman, ko'ramiz. Yo, Yasin ko'rdi. Yo! Bro, yo, hammasi o'sha juda miyasi ishlamay qoldi bu narsalarni ko'rib. Okey, totem. Wow, oltin olma, duo ol. Yo, let's go. Bular o'sha bayram qilishib ketdi. Ozgina uzoqroq turing, Frost. Let's go, men ham qo'shilaman bularning bayramiga. Let's go. Muncha XP. Eng omadli joy Yasin bilan Frostga ekan. Chunki bunaqa narsalar ko'rish totem, hatto ko'z ham bor. Bu ko'zni otdilar. Yo, let's go. Xo'p, o'sha Frost sandiqda ozgina almas bor edi. Bro, o'sha almasni kirka yasab yana almas topdilar. Okey, mana bu yerda Izumrod ham topdilar. Yasin ham tushdilar. O'sha eng zo'r stakan shu yer ekan. Barcha resurslar ham bor. Men ketdim boshqa stakan